Mana do'stlar, yangi uy oldim. Muddatiy to'lovga 48 mingga, xudo xohlasa mana uy lekin yaxshi, 2 xonali uy. Xudo xohlasa sizlarga ham nasib qilsin. Yangi uylar. Mana bu oshxonasi. Hozir xonasini ko'rsataman. Bu birinchi xonasi mana. Bunisi bo'lsa ikkinchi xonasi. Mana bu hojatxonasi. Hojatxonasi mana. Hozir ikkinchi xonasini ko'rsataman. Mana do'stlar, bu ikkinchi xonasi. Xullas do'stlar, mana 12-zakasi chiqyapti hozir. Mana zakasi keldi. Ovqat zakasi qildik uzun maketdan. Mana hozir 8, 9, 10, 11, 12 yetib keldik. Mana xudoga keldik mana. Mana shu bizning xonamiz. Xullas do'stlar, hozir uzun maketga zakaz qilgan edim. Uzog'i yarim soatda keldi. Qizlar qani ko'ramiz-a? Bu nima ekan? Bismillahirrohmanirrohim. Ochamiz hozir. Hozir ochamiz. Qani ko'ramiz-a? Ochaylik, qani nima bor ekan? Mana do'stlar, ikkinchi ovqatimiz. Bu birinchi ovqat mana. Bitta zakaz, lekin men buni zakaz qilgan edim. Buni olib keldi, buni bonusga olib keldi. Xullas ikkalasi